Pushon universitetida bahor nafasi, yangilanish va mehr-oqibat timsoli bo'lgan Navro'z bayrami bu universitetda keng nishonlanmoqda. Turli millat vakillari qadimiy an'analarimizni ardoqlab, bahor bayramini nishonlayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu tadbir ikki millat o'rtasidagi madaniy qadriyatlarni birlashtirish va ularni keng auditoriyaga targ'ib qilish masalasida amalga oshirildi. Bu tadbirda biz ikki millat o'rtasidagi qadriyatlardan namunalarni ko'rdik. Davlatimiz rahbari tomonidan ushbu bayramni siyosiy darajaga olib chiqilib, tantanali ravishda nishonlash uchun olib borayotgan siyosatlardan eng ustuvor yo'nalishlardan biri turli millat elat vakillarini, balki O'zbekiston Respublikasida yashab kelayotgan barcha demak xalqlarni, urf-odatlarni birlashtirilgan holatda ushbu bayramni o'tkazish urf an'anaga aylanib qolgan. Mana xususan 2025-yilda ham Toshkent shahridagi Puchon universiteti qo'shma korxonasi nodavlat ta'lim muassasasida ham an'anaviy tarzda har yilgi Navro'z bayrami olib o'tirilyapti. Tadbir davomida millatlar o'rtasidagi milliy qadriyatlari, ovqatlari va hattoki sahna ko'rinishlari ham amalga oshirildi. Bugun tadbirni universitetimiz katta ishtiyoq bilan tayyorladi. Koreyadan farqli ravishda bu yerda juda ko'p mazali taomlar ham tayyorlanib, barchaga tortiq etilmoqda. Universitet va litsey talabalari tadbir haqida o'z fikrlarini bildirib o'tishdi. Assalomu alaykum. Bugungi bayramda sizga eng yoqqan narsa nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Universitetimizda Navro'z bayrami juda ham ko'tarinki kayfiyatda nishonlanyapti. Menga eng yoqqani ikkita millatning qadriyatlarini uyg'unlashtirib, bayram вообще zo'r o'tyapti. Vыступлениялар ham rosa chiroyli, zo'r. Stollar ham mana zo'r chiqqan. Ushbu tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad ikki millatlar o'rtasidagi qadriyatlarni yana ham mustahkamlash hisoblanadi.